Assalomu alaykum. Xabaringiz bor, yo'l harakati qoidabuzarliklarini jarima ballari asosida baholash tizimini joriy etish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori loyihasi e'lon qilindi. Ushbu qaror loyihasi hozir qo'limda turibdi, ya'ni qay turdagi ma'muriy huquqbuzarliklar uchun, yo'l harakati qoidabuzarliklari uchun necha balldan taqdim etilishi bo'yicha ma'lumot hozir qo'limda turibdi. Mana shu narsani, ushbu ma'lumotni o'zidan o'qib turib tahlil qilishga harakat qilamiz. Siz bu videoga bitta like bosib qo'ying va o'zingizni qoidabuzar tanishingizga yuborib qo'yishni esingizdan chiqarmang. Xo'p, demak, nazarda tutilayotgan birinchi modda bu transport vositalaridan foydalanish qoidalarini buzish. Bunda ya'ni davlat raqam belgisini o'zboshimchalik bilan yechib olib harakatlanish nazarda tutilyapti hamda bu uchun sizga bir jarima balli taqdim etilishi ko'rsatilgan. Undan tashqari tonirovka masalasi ham bor. Ya'ni tonirovkaga sizni birinchi marotaba jarimaga tortishayotgan bo'lishsa, bunda sizga 0,5 ball taqdim etiladi. Ikkinchi marotaba yana siz tonirovka bilan xullas gayiga tushadigan bo'lsangiz, bunaqa holatlarda sizga 1 ball taqdim etiladi. Xo'p, shuningdek, signalni sababsiz chalganligingiz uchun yoki transport vositalarini uni ishlab chiqaruvchi korxona nazarda tutmagan tovush chiqaruvchi, yorituvchi qurilmalarni o'rnatganligingiz uchun sizga 0,5 ball taqdim etiladigan bo'ldi. Hamda tezlikka aloqador bo'lgan 4 ta masala nazarda tutilgan. Ya'ni bunda 60 tezlik belgilangan joyda 80 gacha bo'lgan tezlikda amalga oshiradigan bo'lsangiz 0,5, hop 100 gacha bo'ladigan bo'lsa bunda 1 ball, 100 dan 120 gacha bo'ladigan bo'lsa 1,5 ball. Agarda siz 60 belgilangan joyda 120 dan tez o'tadigan bo'lsangiz, unda sirrazu 2 ball taqdim etilar ekan sizga. Hop, shuningdek, svetoforning qizil chirog'ida harakatlanganligingiz uchun sizga 1 ball taqdim etilishi ushbu qaror loyihasida nazarda tutilgan. Shuningdek, maxsus ishoraviy vositalarga ega bo'lgan avtotransport vositalariga yo'l bermaganligingiz uchun, ya'ni bunda tez yordam avtomobili bo'lishi mumkin, yong'in xavfsizligi xodimlarining avtomobili bo'lishi mumkin yoki PPS deymizmi, militsiyalarning avtomobilimi, xullas shunga o'xshagan avtomobillarga yo'l bermaganligingiz uchun sizga yana 0,5 ball taqdim etiladi. Yana oxirgi vaqtlarda to'y bahona amalga oshiriladigan ayrim qoidabuzarliklardan biri bor. Bu haligi strechkaga chiqib qolib harakatlanish, chiziqni bosib o'tib turib harakatlanishga o'xshagan yoki obgon qilib o'tishda ham bu faol foydalaniladi. Deylik, ikki qatorlama yo'l bo'ladigan bo'lsa, siz oldingizga ketayotgan avtotransport vositasidan strechkaga chiqib turib o'tib ketadigan bo'lsangiz, bunaqa holatlar agar sizni GAI detekt qilib qolsa, shu holatda sizni GAI ushlasa yoki bo'lmasam siz kameraga tushib qoladigan bo'lsangiz, bunda sizga srazu 2 ball taqdim etiladi. Xo'p, zapret znakda to'xtab o'tirganligingiz uchun ham sizga 0,3 ball taqdim etilishi nazarda tutilyapti. Shuningdek, ko'pgina odam tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi odamlarimizga ham sal qiyin bo'lishi mumkin. Ya'ni ular belgilangan miqdordan ko'proq odamlarni tashishi yoki bo'lmasa belgilangan qoidalardan tashqariga chiqqan holatda odam tashishligi uchun 0,5 ball ularga taqdim qilinadigan bo'lyapti. Shuningdek, quvib o'tish qoidalarini har qanaqangi tartibda buzganligingiz uchun, haligi strechkaga chiqib buzasiz 2 ball yoki boshqa tarzda belgilangan tartibdan tashqariga chiqib turib xullas transport vositangizni boshqaradigan bo'lsangiz, sizga 1,5 ball taqdim etiladi. Shuningdek, yana bitta bugungi kundagi aktual masalalarimizdan bittasi haligi to'ylarda kortej bo'lib harakatlanish, ya'ni guruh bo'lib harakatlanganlik uchun ham sizga sirrazu 2 ball taqdim etiladigan bo'lyapti. Xo'p, ya'ni men hozir asosiy qismlariga sizga to'xtalib o'tishga harakat qildim. Demak, yuqorida o'rganganlarimiz endi qisqacha takrorlab o'tamiz. Xullas, nomeringizni o'zboshimchalik bilan yechib yurganingiz uchun 1 ball, svetoforni qizil chiroqda o'tganligingiz uchun 1 ball, xo'p, 60 tezlik belgilangan joyda 80 gacha bo'lgan oshirganligingiz uchun 0,5 ball, 100 gacha bo'ladigan bo'lsa, unda 1 ball. Xo'p, tez tibbiy yordamga, GAIga, xo'p, MCS xodimlariga, umuman maxsus ishoraviy VUsiga ega bo'lgan transport vositalariga yo'l bermaganligingiz uchun 0,5 ball, strechkada harakatlanganligingiz uchun 2 ball, quvib o'tish qoidalarini buzganligingiz uchun 1,5 ball, zapret znakda to'xtab turganligingiz uchun esa sizga 0,3 ball taqdim etiladi. Shuningdek, kortej bo'lib harakatlanganligingiz uchun to'g'ridan to'g'ri siz 2 ball bilan rag'batlantirilishingiz mumkin bo'ladi.
Xullas shunaqa gaplar. O'zingizni fikrlaringizni ushbu videoning tagida izohlar tariqasida qoldirishni unutmang. Sog' bo'ling.